Yoqib yana shu yerda sigaret chekyapti. Yoqib, qoching mashinaning oldidan. Mana shu mashinaga mashina ishlatmasa bo'lmaydi. Voy, sigaret xuddi shunaqa sas ketdi, lekin qaranglar, sigaret chekilyapti mashinaning ichida. Xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Mashinani kimskiga olib kelyapsiz. Mashinani kimskiga olib kelishingiz bilan faqat yuvib tozalasa hid ketmaydi. Adanator ko'ryapsizlarmi? Shunaqa apparatlar bilan ishinglar bitadigan vaziyatlar ham bo'lib qoladi. Mashinani yuvishga olib keldinglar, kimdir yuvib beryapti, lekin baribir hidi kelyapti mashinadan. Ana o'shunaqa sabablarni yo'qotuvchi mana mashina adanator, baribir o'zini uskunalari, apparatlari kerak kimski uchun. Mana shu akam ishlarini bitirib berish uchun. Hid bor mashinada rosa sigaret chekilgan ekan, akam mana shu muammo qiynagan. Bo'ldi, endi dimlaymiz, apparatni yoqaman. Apparatni yoqib 20 minut dimlaymiz buni. 2 marta dimlaymiz. Tak. Ovoz eshityapsizlar? Bo'ldi, dimlaymiz endi. Mashinani 20 minutdan keyin ochamiz. Ungacha dimlaymiz.